Nihoyat baxtli sizlar bilan yana Slayer. Bugungi videorolikimizda iqtisod salonida top 4 ta pulga arziydigan mashina haqida gaplashamiz va ularni test drive qilib ko'ramiz. Bo'lmasam videoni boshladik. Xo'p, ana endi birinchi mashinamiz bu Toyota Mark 2. Buni narxi salonda 350 ming rubl turadi va bu mashinaning tezligi yaxshi, burilishlari ham zo'r va buni tezligi esa 244 gacha chiqar ekan va bu mashina pulga arziydigan mashinalardan biri. Bu mashinani sizlarga tavsiya qilib qolaman. Va keyingi pulga arziydigan mashina bu Matiz do'stlar. Bu Matizimizning narxi salonda 500 rubl turadi va buni tezligi esa 253 gacha chiqar ekan maksimal tezligi. Va bu mashinaning burilishlari ham yaxshi, pulga arziydigan mashina. Buni ham sizlarga tavsiya qilib qolaman. Va keyingi mashinamiz esa bu BMW E60 mashinasi. Buni narxi esa 800 ga turadi. 800 rubl. Buni hamma igroklar biladi. Bu zo'r mashina, burilishlari ham yaxshi, sillig'i yuradi asfaltda va buni tezligi esa 277 gacha chiqar ekan. Bu mashinani ham sizlarga bemalol tavsiya qilamiz. Va bizda so'nggi mashinamiz bu BMW. Buni narxi salonda 850 rubl turadi va buni tezligi ham yaxshi, ko'rinishlari ham zo'r. Bu mashina ham sizlarga tavsiya qilamiz va buni tezligi esa 271 gacha chiqadi. Xo'sh, sizningcha bu ro'yxatda birinchi o'ringa shu mashinalardan qaysi biri loyiq? Fikringizni kommentariyada yozing. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni va Slayer kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi Grand Mobile bo'yicha videolarda ko'rishguncha xayr.